Assalomu alaykum. Jersiga ulgura olmagan akalarimga mana xudo xolasa. Jersi buqalarimiz sotilib ketdi. Xudo xolasa undan ham gigant bo'lib ketadigan variantlaridan. Sigir qolaman degan akalarimga ham. Sigir tegi qo'shaman degan akalarimga ham ish bitaveradi bugun. Xudo xolasa. Narxlari yengil. Keling ko'ring, yoqtirsangiz bexijolat ishimiz bitaveradi. Soniga 4 bosh, 2 bosh xonajam, 2 bosh buqachasi bor. Uchtasi to'liq yemishga o'tgan. Bersangiz 1 yasharli buqa ham sut ichaveradi akalarim. Xo'p, mana bu quloq raqami 0186 ekan, g'unajan, to'liq yemga o'tgan. Juda kuchli mol. Mana jonivorning ostilari ham zo'r, mana qarang. Ha, jonivor sigir qoladigan variantida. Yakka o'zi 13 million so'mga ketaveradi mana. Bu yoq Andijon, bu yoq Samarqandgacha shu pul ichida dastlabkilari. Orqalari ham kelishib olgan mana. Ostilari ham zo'r. Xo'p, mana bu buqachamiz 0160 ekan. Bo'yi 95, mana ikkita kichkina g'unajinning ham bo'yi 95, bu buqachaning ham bo'yi 95. 0160, bu ham 13 million so'm. Bu yoq Andijon, bu yoq Samarqandgacha shu pul ichida dastlabkilari ketaveradi. Mana jonivorlar. Kelishsa O'zbekiston bo'ylab qilib berib yuboramiz. Xo'p, mana katta buqachamiz 14 million so'm, buni bo'yi 1 metr. Mana badallari ham zo'r, juda zo'r o'syapti shu mol. Buni tomog'on tagida kichkinagina shishkasi bor, lekin u bezarar. Ani ovqat yeyishiga bir nimasidadir hali shu paytgacha pam bermadi akalarim. Mana mol. Buni quloq raqami 5661. Mana kichkina shishka bor, bu ani kattalashib yo'q bo'lmayapti akalar. Ko'ringlar, mol kundan kun yaxshi o'zgarib, yeb ichishi zo'r, tan joni sog'. Uchalasiga 40 million so'raymiz, 39 millionga bu yoq Andijon, bu yoq Samarqandgacha dastlabkasi ichida qilib beramiz. Mana mollar, yeb yotib ko'rasizlar. Tashab qo'ysa, okalar, qo'y sotganlar bor, mol sotganlar bor. Pulni chapkonga qo'yib olmasdan tashab qo'yinglar. Xo'p, mana bu xunajinimiz. Sigiri tuqqan akalarimga narxi 13 million so'm so'raymiz, buni ham kami bor. Simental bilan Golishte Free sigirga simental buqa qo'yilgan, o'shandan tug'ilgan bu. Quloq raqami 46-54 ekan. Bir haftalik ichib ketmagan, tan joni sog'. Yemasa ichmasa mol badani bunaqa bo'lmaydi. Buni tag'in katta buzoq tasavvur qilib olmaylar akalarim. Sut buzoq bu. Narxi 13 million so'm so'raymiz. Buni ham dastlabkilari bor. Mana jonivor. Sigir tegi qo'shib qo'yib, bir sigir qolaman degan akalarimga jo'natib qo'yaverasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida 99 kodi bilan 825 4-9. Mana ular yeb ichishni ham olib bergin deydi-yu. Mana. Qarang, qorin o'zi mix bo'yatibdi. Yana yeb yotibdi jonivorlar. Kanikulga chiqqan jiyanlarimning molida bu. Mana qarang. Xudo xolasa yurib mol bo'lib qoladi. Ana unisi suvni urib yotdi ayoqda. Mana bular bedan taqillatib yotibdi. So'zkalari ham so'zki juda chiroyli. Kevrasizlar akalar. Sog' salomat bo'lasizlar. Bundan avzorlarni boqish, ko'paytirish, sotish, sotib olish hammamizga nasib qilsin.